Hech o'ylab ko'rganmisiz? Eshik qaysi tomonga ochilishi kerak? Har kuni ularni ochamiz, yopamiz, lekin bu oddiy harakat orqasida juda ko'p qulaylik va noqulayliklar yashiringan. Eshik bu shunchaki devordagi bir buyum emas. Bu sizning kundalik hayotingizdagi oqimni, harakat yo'nalishini va hatto dizayn uyg'unligini belgilaydigan eng muhim elementlardan biri. Agar u noto'g'ri tomonga ochilsa, har safar o'tganingizda devorga uriladigan tutqich, stulga tegadigan chekka yoki to'shakni yopib qo'yadigan taxta sizni bezovta qiladi. Ko'pchilik bu narsani faqat o'rnatilgandan keyin sezadi, lekin unda kech bo'ladi. Bugun siz bilan birgalikda eshik ochilish yo'nalishi qanday aniqlanadi? Qaysi holatda o'ng, qaysi holatda chap tomonga ochilishi kerak? Bularning hammasini batafsil tushunamiz. Va eng muhimi, siz yangi uy qurayotgan yoki ta'mirlash qilayotgan bo'lsangiz, bu video sizni keyingi yillarda noqulaylikdan asraydi. Ko'p hollarda eshik yo'nalishini usta yoki ishlab chiqaruvchi hal qiladi. Uy egasi esa shunchaki xo'p, o'sha tomonga ochilsin deb rozi bo'ladi. Ammo aslida bu qaror faqat sizniki bo'lishi kerak. Chunki bu sizning kunlik harakatlaringizga, xonaning qulayligiga va hatto interyer dizayniga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, eshik ochilganda shkafga urilsa, siz o'tishda har safar e'tibor berasiz. Yoki oshxona eshigi muzlatgichni to'sib qo'ysa, oddiy ish suv olib chiqish qiyinchilikka aylanadi. Bir qaror butun hayotingizdagi har kuni takrorlanadigan harakatni o'zgartiradi. Texnik jihatdan bu juda oddiy aniqlanadi. Tasavvur qiling, siz eshik oldidasiz. Eshik siz tomonga qarab ochiladi. Agar tutqich o'ng qo'lingizda bo'lsa, bu o'ng tomonga ochiladigan eshik. Agar tutqich chap qo'lingizda bo'lsa, bu chap tomonga ochiladigan eshik. Ammo bu shunchaki texnik farq emas. Bu harakat oqimini belgilaydi. O'ng qo'l bilan eshik ochish odatda qulayroq, chunki odamlarning 90% o'ng qo'llidir. Shuning uchun ko'plab uy va ofis eshiklari o'ng tomonga ochiladi. Lekin bu hamisha to'g'ri yechim emas. Masalan, tor koridorda yoki deraza joylashuviga qarab chapga ochiladigan variant qulayroq bo'lishi mumkin. Demak, har bir holatda yechim boshqacha. Keling hayotiy misollarga qaraylik. Oshxona. Bu joyda harakat ko'p, odam kiradi, chiqadi, idish-tovoq ko'taradi, muzlatgich ochadi. Agar eshik muzlatgich tomonga ochilsa, bu ishni to'xtatadi. To'siq paydo bo'ladi. Shuning uchun oshxonaga kirishda eshik devor tomonga, ya'ni muzlatgichdan uzoqroqqa ochilishi kerak. Yotoqxona. Bu joyda tinchlik va estetik muvozanat muhim. Eshik ochilganda to'shak ko'rinib qolsa, bu vizual tartibsizlikni keltirib chiqaradi. Shuning uchun dizaynerlar eshik ochilganda ko'rish chizig'ida to'shak bo'lmasligini maslahat beradi. Bolalar xonasi. Bu yerda xavfsizlik eng muhim omil. Agar eshik deraza yoki shkafga urilsa, bolalar yugurib kelganda o'zlarini urishlari mumkin. Shuning uchun bolalar xonasi eshiklari odatda tashqariga, xavfsiz burchakka ochiladi. Har bir xona uchun o'z yo'nalish. Endi asosiy qoidalarga o'tamiz. Bularni yodda saqlasangiz, har qanday dizaynda muvozanat saqlanadi. Eshik ochilganda harakat yo'nalishini to'smasin. Kirganingizda to'g'ridan-to'g'ri yurish imkoniyati bo'lishi kerak. Eshik tutqichi elektr rozetkalarga yoki mebellarga to'qnashmasin. Ko'p joylarda bu e'tiborsiz qoldiriladi. Natijada tutqich tok manbai oldida qoladi. Kirish eshiklari odatda ichkariga ochiladi. Bu nafaqat qulay, balki xavfsiz ham. Shamol, yomg'ir, sovuq kirishining oldini oladi. Hammom eshiklari esa tashqariga ochiladi. Sabab favqulodda holatda ichkarida yiqilgan odam eshikni to'sib qo'ymasligi kerak. Jamoat joylarida esa chiqish eshiklari doim tashqariga ochiladi. Bu yong'in xavfsizligi standartidir. Odamlar tez evakuatsiya bo'lishi uchun. Ergonomika, dizayn, xavfsizlik bu uchlik har doim birgalikda ishlashi kerak. Bu masala faqat texnik yoki estetik emas, psixologik jihatdan ham muhim. Masalan, odam o'ng tomonga ochiladigan eshikni ko'proq qulay deb his qiladi, chunki bu tabiiy refleks. Chap tomonga ochiladigan eshik esa g'alati tuyuladi, lekin bu ba'zan ataylab dizayn yechimi sifatida tanlanadi. Yaponiyada masalan eshiklar ko'pincha tashqariga ochiladi. Bu joy tejalishi va energiya oqimini to'g'ri taqsimlash uchun. Yevropada esa ayniqsa eski binolarda eshiklar ichkariga ochiladi. Bu esa iqlim va xavfsizlik bilan bog'liq. Demak, har bir madaniyat eshikni o'zicha ochar ekan. Siz esa o'zingizning kundalik oqimingizga mos variantni tanlashingiz kerak. Eshikni o'rnatishda eng keng tarqalgan xato uyni chizmasiz rejalashtirish. Aksariyat hollarda usta o'zi qaror qabul qiladi. Bu tomonga ochilaversin deb. Natijada o'rnatilgandan keyin shkafga uriladi, derazani to'sadi yoki tutqich bilan tutashadi. Shuning uchun uyni loyihalash bosqichida har bir eshik ochilish yo'nalishini oldindan belgilash kerak. Bu kichik detal, lekin
keyinchalik katta farq qiladi. To'g'ri eshik bu faqat yog'och, metal yoki dizayn emas. Bu sizning hayot oqimingizni to'g'ri yo'naltiradigan element. U sizga har kuni qulaylik, tinchlik va ishonch hissini beradi. Har safar eshikni ochganingizda u sizni kutib oladi. Shuning uchun uni shunchaki tanlamang, ongli tanlov qiling. Akbar Ridge eshiklari bu estetikani, ergonomikani va xavfsizlikni birlashtirgan muvozanat. Har bir ochilishda siz qulaylikni, har bir yopilishda tinchlikni his qilasiz. Biz sizga mukammal taklif beramiz. Siz istagan dizaynda, siz istagan o'lchamda, siz istagan mukammallikda uyingiz uchun eshiklar yasab beramiz. Milliy brend. Akbar Ridge, ko'ngil tinch. Akbar Ridge, ko'ngil tinch.